يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tefekkür Cevherleri namlı programımızga hoş geldinler. Ümmetni ıslah qilib, güzel kelajak yaratquchi yangi nesilga bu programmani taqdim qilishni qaror qildim. Bu programmada deydiganlarim mening barliq fikr ideyalarim emas, balki kallamdagi ideyalarning javhariy xulosasi. Javhar deganimiz bir mahsulotning ichidan tanlangan eng yaxshi narsani ko'rsatadi. Men bu programmada tanlangan eng yaxshi fikr ideyalarimni taqdim qildim. Fikr degan nima? Fikr deganimiz ma'lum bir ishda yangilik yaratish uchun aql ishlatish demak. Agar o'ttirib qo'ygan yangi bir ko'z qarash siyosiy sahada bo'lsa, bu siyosiy fikr bo'ladi. Agar iqtisodiy sahada bo'lsa, iqtisodiy fikr bo'ladi. Biz mushu shaklda umumiy jihatdan nimishqa boshqalarning orqasida qoldik? Qanday qilib yangidan taraqqiy qila olamiz? Bizning taraqqiyotimizga to'sqinlik bo'lgan omillar qaysilar? Bizning navbatdagi vazifamiz nima degan savollar haqida fikr yurgizamiz. Mana bu bizning programmaning asosi bo'lgan madaniyat, hazorat fikri. Men o'ttirib qo'ygan ba'zi fikrlar ilgirki mutafakkirlar o'ttirib qo'yib bo'lgan fikrlar bo'lishi mumkin. Ammo men uni bizning real hayotimizga texmi mos shaklda o'ttirib qo'yish maqsadida biz yashayotgan real hayotga mos keladigan, biz ehtiyojli bo'lgan shaxs va jamiyatlar, hatto butun ummatning real hayotiga zich munosabatli fikrlarni o'ttirib qo'yishga tirishdim. Nima uchun ideya masalasiga ko'ngil bo'lamiz? Fikr ideya insonning hayot tajribasining xulosasi. Tafakkur qilmaydigan, qimmat qarashini, hayot yo'lini shakllantiradigan ideyaga ega bo'lmagan insonning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Shunglashqa men avlodlarga qoldirish tegishli eng muhim meros tafakkur deb qarayman. Tafakkur tasavvurni paydo qiladi. Tasavvur bo'lsa tushunchani shakllantiradi. Tushuncha bo'lsa qaror qilishga turtki bo'ladi. Qaror qilish bo'lsa pozitsiyamizni belgilaydi. Pozitsiya bo'lsa hayot, adab, axloq, gap so'z va yurish-turish qatorliqlarning qoida usullarini shakllantiradi. Fikr ideya bo'lsa oila va maktablardagi ta'lim-tarbiyani asos qilgandan boshqa Rabbani olimlarning tarbiyasi bilan shakllandi. Uningdan boshqa insonning xarakteri va ilgirkilarning tajribalarini xulosa bo'lgan kitoblarni ko'p o'qish, do'stlar va tashviqotning ta'siriga uchrash bilan shakllandi. Yig'ib aytganda, fikr ideya yuqoridagi barliq omillarning ta'sirida shakllandi. Ammo tahlil va mantiq vositasi bilan realligimizga foydali yangi fikrlarni shakllantirish menga nisbatan hammadan muhim. Ushbu programma men kitoblardan o'qib naql keltirgan ideya emas, balki men buning qayerdan kelganligiga aniq bir narsa deya olmayman. Bu fikrlarni kunlarning, oylarning o'tishi bilan ma'lum kitobdagi bir jumla, ma'lum olimning ba'zi ko'z qarashi, kishilarning mendan so'ragan savollar haqida izlanish, tahlil qilish shakllantirgan bo'lishi mumkin. Xulosa shuki, men bu programmada so'zlaydigan fikr ideya yuqorida deb o'tgan narsalarning hammasining uzun vaqtlik birikmasining natijasidir. Allohdan bu programmaning yangi nesilga eng to'g'ri fikr ideyani shakllantiradigan fursatlarni ato qilishini va shu orqali ummatni taraqqiy qildirishga muvaffaq qilishini so'rayman. Alloh hammanglarga dunyo oxiratda muvaffaqiyat ato qilsin. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك